Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Kanadada o'tkazilgan musulmonlar festivalida Uyg'ur chediri o'rin oldi. Misr Konservativlar partiyasi Uyg'ur o'quvchilarining Xitoyga qaytarilish voqeasini tekshirishni talab qilgan. Hong Kongda namoyishchilarning bosh mas'ullari qo'lga olindi. Angliya kuzda Huawei shirkati to'g'risida qaror chiqarmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Kanadaның Ontario өлkəsinin Mississauga şəhərinin mərkəzində 3 günlük Müslümanlar festivali 31 avqust başlanğan olub, Torontodakı Dərman Cəmiyyəti və Kanada Şərq Türkistan Cəmiyyətinin həmkarlaşıda Uyğur mədəniyyət çediri festivalda yer aldı. Çedirinin girişigə Şərq Türkistanның qədimi məscidi bolğan Etic cəmiyyətinin simvolu yasalğan olub, nəhayət görkəm və çiraylı halət şəkilləndirdi. Çedirinin içində bolsa Şərq Türkistanның hər qaysı şəhərlərinin baş kiyimləri, konvoy köynək, geləm, dasturxan, körpə, yastık, sanza, zıbızünət qatarlıq Uyğur mədəni buyumlar tizilğandan sırt, Şərq Türkistandakı Uyğur müsəlmanlarının beşiq kelayotgan bastırışni, irqi qırğınçılıqni düşəndürgən təşviqat varaqçıları tarqıtılğan olub, ziyaretçilərinin diqqətini tartqan bolsa, Şöhrət əpəndim Allahu Akbar və Ya Rasulullah degan naqşlarını aytish orqali 10 minglığan ziyaretçilərinin qızğın alqışıga erişdi. Erkin Asya Radyosu xəbərdə bugünkü Misr gezisining xabar qilishicha, 26 avqust kuni Misr Konservativlar partiyasi bayonot e'lon qilib, Misrdagi Uyg'urlarning tutqun qilinib Xitoyga qaytarib berilish voqeasini tekshirishni talab qilgan. Bayonotda Misr hukumatı Uyg'urlarning Xitoyga qaytarib berilganligiga doir xabarlarning to'g'ri xatoligiga tushuncha berishi. Agar xabarlarda aytilgandek to'g'ri bo'lsa, Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berib, ularning hayotini xatarga uchratmaslikka, insonparvarlik va xalqaro qonunlarga amal qilib, ularni qo'g'dashga chaqirilgan. Misr hukumatı 2017 yil 7 oyning boshlarida Misrda o'qiyotgan Uyg'urlarni tutqun qilib Xitoyga qaytargan. Uning bilan Misrdagi nurg'un Uyg'urlar Turkiya qatorliq davlatlarga qochib berib panohlanishga majbur bo'lgan. Misr hukumatining bu harakati ayni vaqtda xalqaro jamiyatning qattiq tanqidiga uchragan. Misr Konservativlar partiyasining nima uchun bu voqeadan 2 yildan keyin bayonot e'lon qilib, Uyg'urlarni qo'g'dashni talab qilganligi ma'lum emas. Mazkur partiyaning bayonotida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va xalqaro tashkilotlarning dokladlarida Xitoyning Uyg'urlarni xohlagancha tutqun qilish, dan jazosi, siyosiy sotlash, 3 milliondan ortiq kishini lagerlarga qamash qatorliq vositalar orqali ularning kishilik huquqi, diniy erkinligini ochiq oshkora dafsanda qilayotganligi ta'kidlangan. Chet el taratqullarining yaqinda oshkorlashicha, shu qitimqi tutqunda 90 dan ortiq Uyg'urning Xitoyga o'tkazib berilganligi ma'lum ekan. Bu vaqtdagi xabarlarda shu qitimqi tutqundan keyin Misrda turishliq 6 mingdan ortiq Uyg'urdan taxminan 50 oilaning qolganligi ilgari surilgan. Avgust kuni Xitoy doiralari Hong Kongga ozodlik armiyasini o'tkazgandan keyin Xitoyning jinoyatchilarning yo'tkash qonuniga qarshi 3 oydan buyon namoyish qilayotgan namoyishchilarning bosh mas'ullaridan 3 nafar kishini qo'lga olgan. Bu 3 nafar kishi ayrim-ayrim soqchi markaziga hujum qilish, namoyishni guruhvozlashtirish va tashviq qilish, soqchiga hujum qilish, isyon chiqarish qatorliq jinoyatlar bilan ayblangan. 31 avgust qilinmoqchi bo'lgan namoyish plani soqchilar tomonidan chiqarilgan bayonotga asoslanganda namoyish qilish cheklangan ekan. Bu namoyishni cheklash qaroriga namoyishni o'rinlashtiruvchilardan biri bo'lgan inson haqlari organi norozilik bildirgan bo'lsa-mu, namoyishchilarning bexatarligiga tahdid olib keladi degan bahona bilan norozilik arzi rad qilingan. İnson haqlari organi chiqargan bayonotida namoyishchilardan kechirim so'ragan va qo'lga olinganlar haqida ularga yordam beradiganligini bildirgan. Angliya hukumat mas'ullaridan Etic Morganning deyishicha, Angliya kuzda Huawei shirkatining uskunalarini davlatining 5G simsiz tor sohasida qo'llanish yoki qo'llanmaslik to'g'risida qaror chiqardi ekan. Etic Morgan BBC radiosining ziyoratini qabul qilganda kuzgacha Angliya uchun to'g'ri qaror chiqarilganligini, mazkur qarorning uzun muddatlik bir qaror bo'lganligini, shundaqla tor sohasining bexatar bo'lishi kerakligini bildirgan. Amerika hukumatı Xitoyning 5G simsiz tor texnika orqali texnologiya sohasida o'zidan ishib ketishni xohlamaydigan bo'lib, Amerika mushu oxirgi yillarda Huawei'ga qattiq zarbalarni berish bilan birlikda ittifoqdoshlarini Huawei'ning 5G simsiz tor texnikasini davlatiga qabul qilmaslikka ogohlantirish bilan birga, hatto Huawei'ning 5G simsiz tor uskunalarini qo'llagan davlatlar bilan istixborot munosabatini olib bormaydiganligini ogohlantirib kelmoqda. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.